Xitoy qiruvchisining 5 ta modeli mavjud. G10A seriyali ishlab chiqarishga olingan ilk namunadir. U Rossiyaning AL-31FN dvigateli bilan parvoz qiladi. Qolaversa, ma'nan eskirgan KLG-3 mexanik skanerlash radariga ega. G10S esa samolyotning 2 o'rindiqli o'quv versiyasidir. U asosan uchuvchilarni tayyorlash uchun qo'llaniladi, biroq jangovar missiyalarda ham foydalanish mumkin. G10B modeliga kelsak, sirtdan qaraganda uning eski versiyadan farqi sezilmaydi. Biroq u infraqizil qidiruv tizimi, zamonaviyroq radar hamda kuchaytirilgan elektron urush tizimlari bilan jihozlangan. G10C mazkur oilaning eng mashhur va ommabop modeli bo'lib, AESA radariga ega. Qolaversa, PL-10 va PL-15 tipidagi zamonaviy raketalarni qo'llay oladi. Shu bois ko'plab mutaxassislar uni 4+ avlodiga mansub deb hisoblashadi.